Alloh taolodan qo'rqish har bir insonni yaratganning o'ziga yaqin qiladi. Allohdan qo'rqish bandani g'amini ketkazadi, amalini qabul, duosini esa ijobat etadi. Allohdan qo'rqgan banda Alloh subhanahu va taolo uni xulqini go'zal qiladi. Unga karomatlar ato etadi. Alloh taolo uni jannat egalaridan qiladi. Hasan Basri shunday marhamat qilgan ekanlar. Li ahli taqwa alamatun ya'rifuna biha sidqul hadisi wa ada'ul amanati wa ifa'u bil ahdi wa qillatul fakhri wal khuyala'i wa silatul rahimi wa rahmatul du'afa'i wa husnul khulqi wa si'atul ilmi wa ittiba'ul ilmi fima yuqarribu ila Allohi zulfa. Alloh taologa taqvo qiladigan, Alloh taolodan qo'rqadigan insonlarni bilib bo'ladigan belgilari bor. Ular rost gapiradilar, amonatni ado etadilar, ahdga vafo qiladilar, kam faxrlanadilar va sila rahmda bardavom bo'ladilar, zaiflarga mehribon bo'ladilar, go'zal xulq sohibi bo'ladilar va ilmlari baland bo'ladi va hamda ilmlariga amal qiladigan inson bo'ladi deb ta'rif bergan ekanlar. Haqiqatan ham Allohdan qo'rqadigan insonlarning fazilatlari, ularning belgilari, yaratgan Robbimdan ularga ato etadigan in'omlar juda ham ko'p. Ana shunday ulug' insonlar bu Alloh taoladan qo'rqadigan taqvoli insonlar bo'ladi.